u bilan o'chakishib o'tirma. Bizdan zo'rroqlar ham eplolmagan uni. 12 millionga nima deysiz, xursandchilik bilan oldi deyalasizmi? Birinchi molimizda Pochinga 12 million kami bor telefon qilsa. Dastlabkasi. Dastlabkiga pul so'radimi birontasidan? Yo'q. Arg'amchisi ham ketadi. Arg'amchisi ham yangi arg'amchi. Bobo, mana shu joyga nima qilsin? Birontasidan arg'amchi yetib kelmadi shu vaqtgacha. Dastlabkiga 5 so'm bering demadik. Ha. Bor aka. 12 million kami bor telefon qilsin. 4 oylik 4 ta suti boriga. Ha. Bitta Novos bo'zachi bo'lsa baquradi. Lekin bu novoslik bo'lsa bilmayman nima qiladi. Borib, har safar qo'yversa bo'laveradi. Novos tug'ib bersa. Ha. O'zi 12 milliondan qimmat oladi. Endi bu yog'ini o'zi biladi nima qilishni. Ko'chaga qo'yveradi, xullaslar bog'i bo'lsa, kimiga kirsa sog'ib ichaveradi, to'g'rimi? Mol ishagandiki, soqqandiki bo'ladi. Baraka olib keling ana. Har safar novos tug'sa bekarga qoladimiz. Novos tug'sa o'zi foydada tuqqan bo'ladi. Aha. 12 millionga olgan taqdirda ham novos 13 million bo'lyapti-ku. To'g'ri. Foyda qildim deb turishni qo'yatda ket haydaveradi. Ketaman. Novos tuqqanga xursand bo'lib ketyapman. Ketdi, bo'ldi. Novos tuqqaniga xursand. Mana o'zini o'zi eplab yurar ekanda, bu qani. Ajrini ham ko'riveryapti, omma qo'yil. Elyor aka, o'zi O'zbekistonda eng arzonini chiqar ekan, siz bo'lsangiz kerak deyaveryapsizlar, kommentariyaga bomba qilib beryapsizlar. Bunaqa mollar to'g'risini aytsam topish qiyin bo'lib ketgani, sizlar uchun Alisher akam har doim xizmatda. Mana 3 kundan beri, bugun 3-kuni 3 kundan beri YouTube'ga mol qo'yyapti. To'xtattirmayapti. Hammasi yangi mollar. Birortasi eski emas. To'g'risini aytaman. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli YouTube ishqibozlar. Sizlar bilan arzonidan arzoni Alisher akamning xonadonida didorlashib ko'rishib turganimdan g'oyat xursandmiz. Bugungi videorolik Andijon viloyati Shahrixon tumani O'rta Sharxon mahallasi har doimgidek arzon sotish bo'yicha chempion, xushchaqchaq, ham samimiy inson Alisher akamlarning xonadoniga yetib kelganmiz. Kecha adashmasam 7 tami chiqargan edik, bu safar kecha yetmabdi. Ulg'imayapti-kan. Yana bugun 1 2 3 4 5 6 7 8 ta chiqarib beryapti. Kecha yo 6 ta yo 7 ta chiqarganmiz. Bugun 8 ta chiqaryapti. Qarang, hamma mollar yangi kelgan. Sraz aloqaga chiqinglar, yemog'iga, ichmog'iga, sog'lig'iga javob beraveradi. Bundan arzonini topsanglar, Alisher akam o'ziga telefon qilaverasiz. Qani ketdik sizlar bilan, yangiliklar zo'rlan qilgan, yana bolalarni ham olib kelib qo'ygan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alisher aka, sonlar yaxshimi? Siz obunachilar bilan so'rashgandek. Ha, joni sog' bo'lsin. Assalomu alaykum obunachilar. Charchamay ishlayapsizlarmi? Tuzaymizlar. Hammalarda chorvalarga baraka bersin, topganinglarga baraka bersin. Safardaylar, topganinglarga baraka bersin. Salomat yuringlar. Vatanga sog' qaytib kelinglar. Alisher aka, mana har kuni video, 3 kunmi, bugun 3-kunmi, 4-kun kuniga video chiqaryapmiz-da. Xudo xolasa shu shomlarda videoga olishni boshlayapmiz. Bir 7, uzog'i 8larga chiqarib beryapmiz har xil berganimizga. Ertaga ham yana Xudo xolasa ertaga ham chiqadi. Kutinglar. Kutinglar, Xudoyim rizqimizni ulug' qilsin. Kecha ham shuna degan edik, to'g'rimi? Shuna degandik. Xudoga shukr, Xudo ishimizni o'yladi. Zo'nladi, yorug' yuz bo'lsin olganlarga ham, sotganga ham. Aha. Keyin Alisher bitta narsa deylardik. Ba'zi odamlar telefon qildi. Ha. Endi negativ emas, yomon atvet emas. To'g'ri tushuninglar. Telefon qilyapti-da, kimlardir so'rab, aka, o'zi u mol bor narsamidi? Bozorda ham yo'qni haqda aytyapsiz. Prosta lak to'plash uchun qilyapsizmi buni? Telefon qilsang mol sotilib ketib qolyapti dedi. Ha. Yo'q, rostmana sotdi. Olganlar bitta kommentariy yozib qo'yinglar bo'lmasa. To'g'ri. Mana bugun 2000 Yo'q, mol qo'yyapsiz-da, sekin olib qo'yib sotildi deb olyapsizmi yo deb shunaqa deyishdi. Yo'q, unaqa emas. Qo'ydik, shunday sotilyapti, sotilgan deyapti. Sotilmasa sotilmadi. Xudo xolasa yetmay qolganlarga kutinglar, bir kun, ikki kun ag'i yo bag'i. Mana bugun 2025-yil 17-sentyabr. Kecha 16-sentyabr olgan hafta kuniga chorshanba. Endi bu 2025-da 17-sentyabr qaytib kelmaydi. 17-sentyabr kelishimi-ku 2025 kelmaydi. Qani qachondan boshlaymiz? Aroratmi yo bir boshdanmi? Bir boshdan, har doimgidek.
chol bu kecha mashoq degan joyga chosin bo'lgan sheraka. Xohlasa Laktigim billatchi. arzonidan bor, liboydan bor. Katta so'raganga katta bor, ena bola so'raganga ena bola, bo'g'oz deganga bo'g'oz, qisir soat deganga qisir soat. O'g'illab kelmaganmish kilo. Bo'zak deganga bo'zak ham topamiz. Ana bo'lmasa. O'g'illab kelinmagan mollar. Faqat bizda kurk tovuq bo'lmaydi. Takam bo'lmaydi. Mashinadan boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ha. Yangi xo'jaliklar. Ha. Har doimgidek. 4,5 oylik bo'g'oz. Oo. 4 oyga beramiz. Ana bo'lmasa. Bir 4 litr sutga ham beramiz. Ha. Ana. Ko'ryapsizlarmi? Ilobi haqiqiy bo'zaydi puli. Seryozni. Haqiqiy bo'zaydi puli. Chini ko'rsating. Bitta ko'rsating. Obunachilar menga ishonadi. Yo, bitta ko'rsating, keyin ko'rsating. Soti bilan bo'laversin. Ha. Bizda birargisi aytadi, qari ekan deydi, birargisi aytadi, yosh ekan deydi mana. Ko'ryapsizlar tishini. Nechinchi bolasiga tish olsanglar tishiga qarab olaveringlar. Mana. Ikkinchiga olsin, to'rtinchiga olsin. Sham yoqib turmaganmiz tug'ayotganda. To'ppa-to'g'ri. Bu yoq yemog'iga, ichmog'iga to'g'ri apparat ishlashiga, xullasam bo'g'ozligiga. 3 kun 4 kun xudo xolasa sinab olaverasizlar. Bizda biror garantiya bo'lmaydi. Ashuni aytmoqchidim, sizda garantiyasi bormi demoqchi. Ilobi Artel kompaniya emas bu. Ha. Chigo, Kansener. Uzil bo'lsa 3 yil bekorga tuzatamiz. Unaqa emas. 3 kun 4 kun xudo xolasa qozoningizni borib moslashib olguncha garantiya beramiz. Bo'g'ozligiga garantiya beramiz. To'g'ri. Chunki buni 4 kundan keyin to'g'risi gap. Qo'pol bo'lsa ham aytaman, meni unutasizlar olganlar. Yomon chiqsa qaytib berasizlar. ana bo'ldi. Yaxshi bo'lsa duo qilib qo'yasiz. Duo qilib qo'yasizlar. Bunaqa uzoqroqqa garantiya bermaymiz. Chunki buni Nimaga? Men o'zim yaratmaganman. O'zim yaratganda chiroyli qilib, hamma tomonni zo'r qilib chiqarardi. to'g'ri. Alloh yaratgan, biz ham Alloh yaratgan. To'ppa-to'g'ri. Qulog'ida qoni bor-da, aka. Qulog'ida qoni bor. To'ppa-to'g'ri. Gap yo'q. Bobo, qalay bu obunachilar uchun bomba bo'ladimi? 4 litr. Ketdi, haydi. 4 litr sutga Ha. joyga beramiz. Garantiyasi. 4. Hamma yoq 4. 4. Puli ham 4 o'lar, xudo xolasa. Alshir aka, 4 litr sutga 4 oyga. 4 oyga. 4-chi bola. 4-chi bolasiga. Bobo apki. Alshir aka, nima qilamiz? Siz bilan mana kecha yaxshi kelishib oldik, to'g'rimi? Bugun ham shunday kelishib olaylik. Nima deysiz? Puliga. O'zi kelishyapmiz. Endi kecha Davlat bir-biri bilan kelishyapti-da. bo'pti aka. Biz bitta molni Pulini ayting, pulini. Boshlanishiga bomba bo'lsa oxirigacha. Yopishtirib ayting. 12 million 300 ming. Qo'lni bering. Elarbek Qo'l- o'zingiz hozir ayting. Qo'lni bering bu. 13 millionga. 12 millionga. 12 millionga nima deysiz? Xursandchilik bilan oldi yalasizmi? Birinchi molimizda Pochinga 12 million kami bor telefon qilsa. Dastlabkasi? Dastlabkiga pul so'radimi birontasidan? Yo'q. Arg'amchisi ham ketadi. Arg'amchisi ham yangi arg'amchi. Bobo, mana shu joyga nima qilsin? Birontasidan arg'amchi yetib kelmadi shu vaqtgacha. Ha, ha. Dastlabkiga 5 so'm bering demadik. Ha. Bor aka. 12 million kami bor telefon qilsin. 4 oylik 4 ta suti borga. Ha. Bitta novos bo'zachi bo'lsa baquradi. Lekin bu novos bersa bilmayman nima qiladi. Borib, har safar qo'yversa bo'laveradi. Novos tug'ib bersa. Ha. O'zi 12 milliondan qimmat oladi. Endi bu yog'ini o'zi biladi nima qilishni. Ko'chaga qo'yib beradi, xullaslar bog'i bo'lsa, kimiga kirsa sog'ib ichaveradi, to'g'rimi? Mol ushlagandiki, soqqandiki bo'ladi. Baraka olib keling, ana. Eng qizig'ini qarang. Gap yo'q amali. Eloy, yaxshi gap. Bu har safar novos tug'sa bekorga qoladimiz. Novos tug'sa o'zi foydada tuqqan bo'ladi. Aha. 12 millionga olgan taqdirda ham novos 13 million bo'lyapti-yu. To'g'ri. Foyda qildim deb turib shunday qo'yatda ket haydaveradi. Ketaman. Novos tuqqaniga xursand bo'lib ketyapman. Ketdi, bo'ldi. Novos tuqqaniga xursand. Mana o'zini o'zi eplab yurar ekanda bu qani. Ajrida ham ko'rib beryapti, oma qoyil. Mashalloh, ko'z tegmasin. Xullas salom, bitta novos tug'adi. Biroq ikkimiz az ko'chaga qo'yaverasiz. Usha olgandiki, so'ramaysiz molingizni. Duo qilib qo'yasiz. Qo'shni sizni molingiz biz uyda desa,
duo qilib qo'ying haqqimizga sizlarga deysiz. Sizlar ham tuqqandan keyin buni bolasini sizlar ham qo'yib yuboringlar deysiz, ha? Ashuna deydigan. Qo'shninikida bitta tug'adi, nari qo'shninikida yana bitta tug'adi. Ammo qoyil gap yo'q mollarni qarang. Ashir aka, ikkinchi molimizga. Birinchi molimiz novoz tug'di, ketdi. Bu-chi bu? Bu egizak tug'maydimi ish qilib? Olon bergan. Bergani, to'g'ri. Ashir aka, nima ekan? Molimiz 5 oylik bo'g'oz, 4 oyga olsin. Mana bo'lmasa. 4 oyga. Ha. Sutini-chi? To'g'ri apparatda ishlaydi. Ha. Ana. Qaymoq, g'ij-bich qaymoq bor-ku. Ha. Paqirga shunday sog'adi. Sutni boshqa idishga ko'targanda yarmi qaymog'i paqirda qoladi. Ana bo'lmasa. Men bir 3 litr sutga beray. Ha. 5 litr suti bor dedi. Ha. Yog'i oxirida. To'ppa-to'g'ri. Asabiy qiladi. Sizga o'sha har doim. Ko'payib ketadi. Mol kango jini ketdimi olmas. Aypi ariq. To'g'ri. Mana ko'ring. Bir ramas singan bir bola olmasa, Ha. aypi ariq uni. Endi baxsa, xudo xolasa, yo suvagi qiyshiq bir bola olmas. oyog'i cho'laq bo'lmasa. To'g'ri. Shaq qiyshiq, paxsh qiyshiq emas. Hamma yo'q o'ziga yarashgan mol. To'rtta tuqqan molimiz. Aha. Bir yengil yalagan. Bosgan emas. Bosgan emas, yalaga. Boricha aytilyapti. Xudo xolasa. Suv ichadi bu molchi. Chanqabdi-da aka. Suv ham bermas, bu qarang. Atalarni ichdi, suv ichmabdi-da. Ha, atalasini ichibdi. Ketdik bo'ldi, hadi. Kechirib ketadi, hozir. Molni qarang, molni. Go'zalligini, aka. Tashkentskiy. Voy jonivor, molni qarang. Buni ham puli ham bomba bo'ladimi, Archil aka? Bomba bo'ladimi puli? Puli bomba o'zi. Ha. Toshkent molda. Toshkent zebolari deydi. 4-siga olaveradi, to'g'rimi? 4ta tuqqan molimiz. Aha. 4ta tuqqan. Ayting, necha oylik, nechta sutga berasiz? 5 oylik bo'g'oz. Xo'p. Oydan beri 15 kun tushib. 4,5 oyga bo'lsin. Xo'p. Endi sutini-chi? 3 litr, 4 litr sut olsin. Ha, bir xamirga deng. Yo, lekin har kuni 3 litr, 4 litr suti bor molda. Bo'ldi, bir xamirga. Nima qilamiz? Buni ham bomba qiling unga. O'sha qo'yib beradigan bo'lsin narxlar. Qo'yib beraversin hamma. Kim olib, bitta bolasini olib qo'yib beraversa o'zi ko'payib ketaveradi dalada. Ola xudo xolasa olasini chiroyligidan tug'ib beradi-da bu ham. Xudo xolasa, ola. Hamma klientlarga niyatim shuki, novoz tug'ib bersa, enasi bekarga qolsin. To'g'ri. Maqsad shu. Olgan odam Ayting, cho'ntagida, chap cho'ntagida puliga beradi-da bu mollar. xudo xolasa. Aha. Ojonalar pensiyani puliga oladi. Ajrodi ham go'yindan deng. Bo'pti. Puliga 14 emas. Xo'p, qancha? 13,5 million. 13 million. 13,5 million. 13 million. Bor 14 millionga sotdim. 13 millionga sotdingiz. Yo'q, o'ylab. Arshil aka sizdan kelsa, obunachilarga Puli kelsa. chap cho'ntag bo'lyapti, Ilorbek. Ha, bo'pti endi, shuning uchun nomingizga yarasha. Mana birovlar videosini o'qisangiz ham, birovlar kommentariyasiga Alisher Fayz chiqqan, hammadan arzon sotyapti deb yozib ketyapti ekan birovlar kommentariyasiga. Bizga gardgan bo'lyapti. To'ppa to'g'ri. Olganga ham, sotganga ham. Bobondan kelsa, boqqa kelsin aka. Bo'ldi 13,5 millionga. Aka, bitta gapiraymi aka? Xo'p desangiz gapiraman. 300 deysizlar. 200 deyman. Bor aka. Bor baraka, bizning gapimizga kiradi akamiz. Haddimiz siqqan uchun talashyapti. Sizlarda ham haddinglar sig'adi. O yishini ham qarang. Qochib turadi. Kambayin ekan-da. Laqabi kambayin ekan. Bu kecha silyosiz ham kecha ham turdi bu yerda. Aka, buni ham nima qiladi? 13 million 200 da qoldi-ga. 13 million 200 da qoldi. Ay, qop-qora novoz tug'iladi. Yo'qmasa ola. Ay, to'ylariga boqadigan novoz tug'iladi. Ha. Enasi ashi gapdi. Qo'yib yuboring, buni ham yuraversin. Nima qiladi? Nima qiladi? Ikkinchi molimizni qo'yib yuboryapmiz, novoz tug'di deb. Novoz tug'di deb ketdi. Ikkovi ham novoz tuqqaniga xursand Ana. ketdi. Yeyishni qarang. O'ni ana molni yeyishini ko'rib qo'ying. Buni ham qarayapti, go'yinardi. Aka, qolgan odamlar Tepalanib ketgan deyaptimi? Ha. Sog'lom. Aka, Xulosa o'zingizlardan obunachilar. olaveringlar. O'qigandiki. Ikkovini bitta odam olsa yaxshigina tushib berasiz bunaqada? Ikkovini bittasi normal bonus qilib beramiz. Ana bunaqa Rizqichi bilan ketadi. Qassobdan kepayi bor. Agar bitta odam oladigan bo'lsa. Seryozni. Iloji hozir nima deydi?
Admiral Mo'tabarli kepayi yo'q. Ha. Sariq qopli. Bizda shundan bor, oq qopidan. Ikkovini bitta odam olsa, bir qop kepay bonusi. Qop kepayi bonusi bor. Dastlabkasi ham bor. Bir narsalar qo'shmaylik-da, bo'ldi. G'uli pulilar, qo'shib beraylik. Ha, g'uli puli anaqa yo'q deymiz. Echki, Echkilar yo'q. U echkilar uxlab beraversa, biz yeydigan narsasiz beraylik. Omon qo'ydik. Yaqinlashtiring, o kepay qancha desa bor. Oho, kepaydi qarang, men qarang. Mana hozir Rizqiga qo'shib beramiz. men qarab tur, sekin buraman mana. Ona shu qopda yo'na barelni oldida. Ko'ryapsizlar mana shu tonna yetdi aka. Tonna. Bo'ldi, kepayni qo'shib beramiz. Kepay ulasam o'zi bilan. Chimyonli akamizga bir qop kepay bilan dastlabki bo'ldi. Kecha Prosta mendan xursand bo'lsin bo'ldi. ana bo'lmasa Chimyonli akaga Foyda ziyon Allohdan. Prosta akani ko'nglini olish uchun faqat kepayga bo'lsin. mobilani yaxshi qilibdi aka. Omon zo'r gaplashdi. Aynaqa. Sizlar bo'ldi Ashir akamgachi qironkaga yo'q. To'g'risali boyga jin urami degan gapi bor ashi narsa. Endi 3-molimizga keldik. Qora malikasi moldi. Ana. Mana bo'lmasa. Ana. 4 litr 5 litr sutga olsin. Ha. Buni ham ha. Yetalamizmi? Hozir yetalab beramiz. Xolasini shu yerda. Qarang, hamma yo'q qop qora mol. Ha. Turishi 4 litrga olsin. 5 litr suti bor, 4 litrga olsin, ha. Bu 3 hafta gumoni bor. Ha. Qochgan bo'lsa, qochdi bo'lmasa boshqa qo'yib oladi yoki qisir sog'liq qilib baqaveradi. Baqaveradi. Suti bor xullas. Molimiz yosh, 6 kurak. Ha. 6 kurak. 2ta tuqqan. 2ta tuqqan 3. Ha. Bu ham cho'ntay bor puli. Uni yechmay qo'yaver. Bo'ldi. Bu aniq bo'g'oz deb bermaymiz-da. Bo'ldi gapi. Mashimolga beramiz xullas. 2 haftadan keyin qo'l soldirib qo'yadi. Bo'g'oz chiqqan bo'lsa, baxti. To'ppa-to'p. Bo'lsa boshqatdan qo'yib oladi. Qancha aytasiz? Yoki yemlab olsin. Yemlamarsiz. Xo'p, qancha aytasiz? Puligami? Ha. Puliga O'ylanmasdan. Buni ham aytaymi? yo arzon ayting, ularni arzon aytingiz, suti bor bu. 200 mingga telefon qilaversin. Chiroyini bitta chiroychi mat hamma yo'g'ini olib qo'ying. Keling, qo'lni bermashini ham. Yo'q, 13 million 200 talashmay qo'yaversin. Keling. Yo'q. Keling, mashina boshqasidan naq beramiz. Bo'ldi, 13 million 200 ga telefon qilaversin. 100 qilib bering bo'pti. Ja naq berasiz. Bor baraka. 13 million 100 mingga. Endi molasin Targ'ibal bo'lmasa tanlab ol. shu molni ichida qancha bo'lsa tanlab olaver. Otga o'xshab turar ekan, qarzi yo'q odamga o'sha, krediti yo'q. Krediti yo'q. Ha aka. Ostog'alar bor, targ'il so'ragan. Ha. Targ'ilma qilib bering dedi. Bitta- Nomerini topa olmay qoldim. Endi sizga ko'p telefon. Sarayt qildim, lekin telefonni yangiladim. Eski telefonda qoldi shekilli. Telefon qila olmadim. Ha. Endi buni yechamiz, bitta ko'rsatamiz Ashir aka. Voh jonivor. Qani tanig'irdik chiroyligini. Voh aka. Ustasi bo'lsa tekkiz olsin. Hop. 5,5 oylik bo'g'ozga beraman. 6 oy emas. Hop. Egasi 6 oydan o'tgan edi, men 5,5 oyga beraman. Tekkiz olsin. Xohlasa furchatkada Bitta jazosi deng. apparati bilan Ha. soldirib olsin. Lekin ustasi bo'lsa tekkiz olaversin, 5,5 oyga beramiz. Bundan kami yo'q. Ketdik aka, buni ham olib chiqamiz. Suti bor edi, sho'rlab qopti. Ekimda sog'di, sho'rlab qopti. Bo'l, suti yo'qqa beramiz. Ha. Suti yo'q. Sog'i balki sutga kirib ketadi. Evet. Lekin sho'rlab qopti. Bo'ldi, kerak. O'g'izib qoldi. Bo'ldi, kerak emas buni. Suti yo'q qolasizlar. Sababi ko'rdinglar, achqintir bo'lib qoladi. O'g'iz bo'lib qolibdi, buni kerak. 2,5 oyda tug'ib beramiz. Ha, shida, xudo xolasa. Lekin molosin talg'inor, bo'lsa tanlab oldim. Mana shu yerda tanlab olaverasizlar. Mana turo apparatlari to'rtta joyda, oq tutaylardan. Xudo xolasa maza qilib sigir qilaman deydiganlardan. Mana ular maza qilib yurituvdilar. Ashir aka, necha oyga suti yo'q mana. Suti yo'qqa beraman dedingiz. Qopda kepay bor deb yalab ko'ryapti. O'rganib qopti-da aka. Ha, talg'irni qimmat aytib var. Men talg'ir ekan deb aka. Elordek, Ha, talashmaysiz, rahmatli bir bitta molim talashmayman, talashmaydigan chiroyli baho aytadi. ha bo'ldi, gap yo'q. Yopishtirib aytsangiz bo'ldi menga aka. 15 millionga telefon qilsam, har doim o'zi bilan kelishamiz. 15 millionga bo'yninga ichga. Necha oyga oladi? 5,5 oyga olsin. 5,5 oyga oladi. Suti yo'q qoladi. Suti yo'q qolsin. Xolos, eplasa sutga kirgizib olsin, lekin sho'rlab qoldi. Bo'ldi, suti yo'qqa beramiz. Tishlari lab 6 kurak. Xo'p, 4tadan 6taga o'tdi. bo'ldi, gap yo'q.
Xullas yo'lam dastavkasi buni ham vodiy bo'la. Mana talashmadimmi? 15 millionda qoldik. 15 millionda qoldik. Telefon qilganda o'zi bilan kelishamiz. Telefon qilganga Telefon qilinglar. Ha. Qo'ringlar uzib esimdan chiqib qoldi. Parent qilib topa olmadim. 15 million kami bor, mana unda qoldik. Endi ashi gap, Toshkent zebolari kim nima desin u? Oq bilagoyim Toshkent. Toshkentlik buyog'i. Ana bo'lmasa. Bu bolasimi? Novoslayapman yana. Yo'q, buni qarang, ne? Sut qo'yiq ekan mashmolingiz aka. Pachkalar. Foshjon o. Baqmaqalarni ham olib qo'ying. Angus ekanda bu, ha? O'zi Angus. Siz o'zingiz aytasiz, molim Angus tug'sa qo'yib yuboradi. O'zi gap isbot bilan bo'lib qo'ydi, aka. Aka. Angus. Aka, buni ham olib chiqamizmi? Voy jono. Bilardek. Bolasini ham olib chiqaylik. Buni enasini 8 kun bo'lib qo'yilgan. Ha, bir hafta ekanda. Ha. Chiroyli sementdan novosga qo'yib qo'ydik. Ha. Bu safar endi sementdan tug'sa kerak. Oldingizda Angus tug'ibdi-ku. Voy jono. Bu yakka sotilam, sotilmaymi? Boshda so'rab qo'yaylik. Kelishaveramiz. Bo'ldi, yeching enasi. 1 minutga qolib kelingda. Endi nima dedingiz ona? Ena bola dedi. Angusmi? Xuddi mana shunaqa tug'ib bersa-di. Ha. O'zi ham yetib olibdi unga, sigirga. Hunarjin ham dahshat ekanda aka. Bo'ldi, yana bola olib chiqaylik aka tashqariga. Xohlasa mashmolam qochib qolgan bo'lsa, mashina novosini tug'ib beradi. Iloyim, novos tug'ib bersa. Baqbaqlarni qarang. Ketdik. Buni enasi. Ha. Olib chiq baba. Yuragini ko'rsat desiz, tor. Ha, yo'q. Ko'rsatamiz aka, yoshi ko'rmay. Quyondiq tishi qanday bo'lsa, xuddi shunaqa. Ha. Bolani qarang, bolani. Voy jonivor. Ana, hozir ham yemami, yemaydimi? Yemadi. Yo'q-a? Hozir ham yemadi ekan, eng qizig'i. Anguschalik. Ay jonivor, sog'lomligi uchun-da aka. Chiroyligini qarang, turishini qarang, turishini. Yarashganmi? Hamma yo'q ekiga. Kelishganmi? Mana bo'lmasa. Rasmiy tushadigan bu. Omali u gapingiz to'g'ri. Bola. Aka kambayn ekan o'rniz. Enami? Ha. Kelishdi qarang. Tashab qo'ying aramchini. Gap spoti bilan. Xalq maza qilsin. Xalq maza qilsin. Alchir aka. Bo'ldi. Kaf katta bolaga uyatmasmi deydi, shunaqa bo'ldi. Alchir aka, nechta sutga beramiz? Angusni ham tozasida Ha, nechta sutga berasiz? 5 litr sutga beraman. 5 litrga. 8 kun bo'lgan qo'yilganiga birinchi bolasi qochgan bo'lsa ikkinchisi. Lekin olgan odam ashi 5 litr sutni kechsinda buni Angus to'lab qo'yversin. Qo'yaversin. Ha. Bo'ldi, yana bolani ayting. Ichida qochib qolgan bo'lsa, pastda 3 ta mol olyapti. Bo'ldi. Aka, bo'ldi, endi buni kuchingiz yetmaydi. Kuchingiz yetmaydi. Uje yem oldi-da bu. Endi aka, Bolasini nech pulga olardingiz? Xo'p so'radingiz. bola. O'zingizga qolsa, masalan, o'zingiz olsangiz nech pulga olasiz shu o'zlarni? Ketar endi 12 mi, 13 mi taxmin. Yo'q, o'zingizga sotsam nech pul berasiz? 12 deylik taxminan. 12 ga jicha ozib qoladi. Yo'q-a? 13 millionga sizga sotdim. Ha, yo'q. Siz menga mol sota olmaysiz aka. 13 millionga sotdim siz. 12 ga obunachilarga sotasiz. Yo'q, obunachilarga 12 ga. 12 million 800 ming. Ha, yo'q. Qanaqa? 12 siz aytgan vaqtda kelmaganingiz uchun 1 kun 12 millionga sotasiz mana obunachilar. Bo'pti, yana bolani gaplashaylik. 12 millionga bolasi. Enasi. Enasinimi? Endi uyatlar enasini 12 da deyapsiz. Ha, deb ko'ring. 13 millionga telefon qilasiz. 13 o'ynak. 13 millionga telefon qilasiz. 25. Kelin bitta, ikkovini. Ikkovini? Ha, 25 millionga baraka. 24 millionga baraka. Yo'q, Elyorbek. 12 dan to'g'ri keladi. Yo'q. Keling. Nima deysiz? Bo'ldi 100 ming so'm xayr qilib. Ha, qanaqa 100 ming? 100 ming so'm xayr qilib beraman. Aka, xo'p deyin, bir marta. Elyorbek. Yarimga nima deysiz mana? Men ham mujima. Tars. Yarimga nima deysiz? Yo'q. Alshir aka, qarab savdo qiling. Yo'q. Ey, Bo'ldi 24 million 900 mingga telefon qilsa, telefonda kelishaylik, siz bilan kelishib, yana kelishsam men ham adresim yo'qotib qo'ymay. 24 million 800 mingga telefon qilganga kelishamiz. yana 100 ming tushdingizmi? Ha. Telefon qilsangiz yana qancha tushasiz? Telefon qilganda kelishamiz. Rizq ichida bo'ladi.
Endi bola kepay bormi? Admiral kepay, bir qop kepay. Bor baraka ana bo'lmasa. Kepayi bilan. Necha pulga kelsa bir qop kepay bor. Endi bolani, farqi yo'q. Vodiyga bo'lsa bo'ldi. Sudra bo'lmayapti. Ovoz chiqqan mollarni bir yeyishini ko'rib qo'y. Ular aylanib o'qadi. Novoz chiqqan bular. Bu ham mana u ham chiqsa aka. Elyorbek, Aka. yana bitta narsa. Ha. 13,5 millionga telefon qilganniki 4 oylikka olsin. 4 litr, 5 litr sutga olsin. Mol ikkita tuqqan 3-chisiga bo'lgan. Tishlari lapatga. Buni nima qo'ymadingiz? Yo'q, sig'madi. Ha, sig'ma ertaga qo'yaman dedi. Ha, bo'ldi, yangi kepchiklar hamchilar. 13,5 millionga telefon qilsin. 13,5 ga? Ha. Mashimolga. Ha? Arzonu. Nima bo'lyapti? Elyorbek 13,5 ga telefon qilsin. 14 demadim, 14,5 demadim. 13,5 ga telefon qilgandiki bor. Shok bo'lib qolyapman. Dastlabki sizdanmi? Dastlabki birontasidan dastlabki. Ya endi so'rab qo'yaman, ularni chiqyapti. Mana YouTube'ga chiqmayapti demakki, osmabsiz. Bo'ldi, 13,5 ga telefon qilsin. O'rni ikkita bilan olsa, uni ham kelishtirib beraman. Jup olaman deganlar bo'lsa. Ana bo'lmasa ketdik. 13,5 ga telefon qilaveringlar. Kepagi bilan boradi. Bu bir tog'arani ham yeb qo'ydi-yu. To'g'ri ekan-da, rosa. Endi navbat 3 ta, nada 2 ta, 5 ta, men 6-chi ekansiz. Yaxshi sanab turibsiz aka. Mol ko'pligidan. Elyorbek, Ha. stolcham olib kelaymi yo? Ya kerak emas. Chetga turamiz. Bo'ladi. Sog', Daraxtga chiqib qayma. sog'ishni bilsa bo'ldi. O'g'lim bitta sog' bering mashina. Baba yo'q. Mana bo'lmasa. Bo'ldi, sog' bering, просто ishim deydi. Ana bo'lmasa. Ana. Ketdik, buni ham olib chiqamiz. Bo'ldi. Mana bo'lmasa. Qarang, Elyorbek. Ha, 4 oy ko'p bo'ldi. ha, 3,5 oyga bering, ha, ha. Ha, ha. 5 litr sutga bering. Ha, ha. Molimiz ikkita tuqqan. 3-chisiga. Tishlari lapatga. Ha, ha. Och desangiz ochaman. Ha, yo bo'ldi, ochisham. Botirlansangiz ochaman. Yo'q, yo'q, kerak emas. Nima qilamiz? Mana shu yerda bomba qilamiz, ayting narxini. Talab ko'rsataylik. Bo'ldi gap. Yurish-turishlarni ko'rsa. Ketdik, bo'lyapti. Bularga o yeyishini qarang, kamma yuraveradi deb anaqada bor, tog'orada bor o'zi. Tog'orada. O'ziga siqqan to'ldirib olyapti. Ha, ha. Gap yo'q omali. Qarang. Mana bo'lmasa. Xudo xolasa, olib boraver, uni tog'oraga olib boring Yosinbek. Tog'oracha silyosi bor edi. Mana bunda. Mana unda. Olib kelavering unaqada. Ashir aka 3,5 oyga oladi. 3,5 oyga olsin. Ha. Nechinchisiga oladi? Qayerda? Mana shu yerda o'sha, mana shu yerda. 5 litr sutga olsin, 5 litr. Ha, ha. Pulini nima qilamiz? Pulini ham bomba Puli qilamiz. bombada o'zi. Bo'ldi. Aksiyasi ichida bo'lyapti. Yosinbek ushlab qo'y tutaylarni. Puligami? Mana, muqari. Arg'amchi tashab qo'yib sog'ib ketaverar ekanda. Bo'ldi. Irg'itib berdi ham Yosinbek. Qatib qolar ekanda. Asha qo'yaveradigan bo'ldi bu ham. Bu tormozni zo'r ekan. Avtomat korobka ekan. Avtomat korobkalar tormoz bitta tushadi-yu. Abizlari bor. Abizlar rollari gidrayadi. Teknosi ham yo'q, kirasi ham yo'q. Bo'ldi. Aka ayting pulini. Rangi zakasimi? Hop, to'g'ri. 13 million 700 ming. 13,5 million. Bor baraka. Srazi, ya? Iyi. Bo'ldi 14 million qilamiz bunda. 13,5. Tortish olmayman. 13,5 millionga telefon qilgandikim o. Bor baraka. 13,5 millionga qayerdan 5 litr sutga olsin. Ana bu. 5 litr sutga 3,5 oyga olsin. Ikkita tuqqan 3-chisiga bo'lsin. Bo'ldi. Boshqa savol? 13,5 ga baraka, dastlabki sizda. Dastlabkada. Hali gap ekan. Hali gap ekan-a? Kiygan bilan ko'yishimni qila olmaydi yurishimni deydi. Ashi gaplarga ham qiziqishyapti aka. Ashir aka, bu ham tuqsa nima qiladi? Novoz tuqsa. Ana uni unga o'xshab qo'yaveradi. Qarang, o'zi to'ydi, novoz tuqdim deb o'lsa. Yuribdi. To'ydi mol. Boringda yaqin qilib olib qo'y. Mana yerdan turib. Ha, mana jonli bo'ladi. Mana ko'ryapsan, quruq. Qor qarang. Yuraveradi mana shunaqalar yeb katta bo'lib qoladi. 3 million 200 mingda qolganmiz. 13 million 200 da. Bu ham novosizsa qo'yib yuboraverasiz ekanda. Aka, endi 7-molga keldik-a. Kinkon ekanda aka. Lekin ustasi bo'lsa tekizib oladi mashina. Ha, rosa ustasi bo'lsa. 5 oy.
Aha. Uning 4,5 oyga olsin. Ashi gap u. Bolasini tekizganda o'zi boqib bersin. Ha. Asha Bir chekkasi bilan kutib turaveringlar. Doktoringlar bilan. Mol o'ta katta aka. Apchisiz nima deydi molni tugashi, filni boshlanishi. Bu qayoq aka? Titaniy. Titaniy. Titaniy mollar sotiladi deymiz ekan bugun aka. moldan g'ubor yo'q molda. Ha. O qari. O qari. Orqasidan ham sog'oraylik. Orqasidan. Mo qari. Mana. Ey, Ha. oshga yeb o'tirsiz standart ichidan qo'l chiqadi. Mayda sog'orasi orqadan kelmasin, maklashga Olib chiqing mashina bitta yetalaylik kattani. maklashga sog'ib ketaveradi. Sog'ib ketaveradi. Kattaligini qarang moldi. Vapshi. Qani? 35 ga olsin. Ha. 1.35 dan baland lekin. Olaversin. 35 ga olaversin. Masha men Gigantligi. 1.40 mo'ljallab turdim-da. 1.40 mo'ljallab, lekin mana Angus o'ta korobka ekan xunasi. Voy jonivor. Toydi ham qarang. Qarshir aka. Necha oylik endi bu? Necha oyga olsin? Ileride 6-7 litr süt olsin, ha? Ha. 6 litrga olsin. Boring 5 litrga olsin, lekin 7 litr, 8 litr. Ha. 7-8 litr ham suti bormi oldi? 6 litr, 5 litrga olsin. Ha. Qo'ysin. Ha. Anaqasi. Tishlari jonivor. Bir yalagan ham diyorsin. Xo'p. Xolasini bir bosgan desa. Xo'p. Pulichi? Pulini bomba qilamiz katta bo'lsa ham. Turishini qarang. Pulinimi? Ha. Xolis bozorda necha pul aytyapti? Ha, bilmayman, gapiring. Yo'q, qo'ying. Qo'ying. Yo'q, aytavering. Aytang aka. Ilardek, Ha. siz bozorda ko'ryapsiz. Xolis baho beravering. Necha oylik? 5 ta sutga oladi. 6 litr, 5 litrga olsin. 5 ta. 8 ta suti bor. 5 taga olsin, xo'p. 4,5 oyga olsin. 24 mi? Lekin ana Ilardek, nima dedim? Yam bilan koshimni dedimmi? Qila olmaydi yurishimni. Qancha? Qilgani ham beli bukilib ketadi-da, bor-u. 26 mi? 21 million. Kamichi? Yana kam. Kam ularda. Shok. Shok. Adasizmi? Shok bo'lib qolyapman. Shunga aytyapman. Shu uchun kamichi deyaveryapman. Nima deyishni bilmas. Kamini qilib beraman. Menda qasi bitta-yu. Bitta bo'lib qolaverin. Sotaversin. Gap yo'q. Oma. 21 da qoldingmi-ku? 21 millionga telefon qilganga kelishamiz. Endi 24 emas. 24 emas, 21. Manochi mano. Shvet. Buni bo'ynimi? 1.40 ga beraman. Ha, buni ham bir xilda, bo'yi. 1.40 ga beraman. Ha. Ketdi, yeching, mashina oxirini bomba qilasiz aka. Sog'inlarni ko'rib qo'y. Achir aka, buni oxirini bomba qilib tashlaysiz. Ha. Oh, jonivor. Ana. Yosmi baki, sog' bo'l. Yosmi, sen soqchi mashina? Yaxshi yosh bolaga ham indamaydi, Achir aka. Ilardek mollar o'ta yuvosh. Ha, chap o'yin tanlamaydi deng. Vafshi zo'r ekan-da. Gap aytdim-ku, kavshini kiyishi mumkin, yurolmaydi. Va yiqilib tushadi. Yana nima qilyapsan sen? Yana sog' beraman. Yo'q, Aylanib o'tsin. aylanib o't bunaqada yoqdan soqqa. Yosinbek. Ha. O't bu yoqqa endi. Aylanib o'tdilar, ana. Sen yana bor. Achir aka. Sog' oldimda. Bular anaqa ekana, qayerdan topasiz bunaqa yoshlarni? Birinchi siz birorta joydan olyapsiz, yosh bola o'tkazib ko'rasiz shekilli. Yo'q, biz endi bundan qanday olamiz? Yo'q, juda yuvosh deb hayiqmayapsiz deyman-da. Ko'pchilik kommentariyada ham yosh bolalarga ehtiyot bo'ling debdi. Men hayron qolyapman siz unaqa qilganingizga. Achir aka. Voy jonivor, shvedni zo'r ekan lekin ha. Taydi qaranglar. Bakitoni. Mashina aytyapman-da. Oxirini bir bomba qilamiz endi. Achir aka. Molni sog'ib oldik. Xo'p. Bir 6-7 litrga olaversin. Ha. Bitta borganda 4 litr sut sog'ib keladi. Ha. Olasizmi? 7-8 litrga olsin. 6 litr yengilligiga sotay. Ko'proq bersin. Necha oylik? 4 oyga beraman. Nechinchisiga? Juda tuqqan 4-inchisiga. Ha. 4 oy 6 litr sutga Pulini ayting, oxirida bomba qilamiz.
Puliga ham 4 qo'shamizmi? Ha. Necha pul aytaman? 24 aytaman. Yo'q, unda bo'lmaydi. Ayting oxirida bomba bo'lishi. 22 million. Keling, qo'lni bering. Yana boshlayapti. Oxiri bomba bo'lishi kerakmi? O'zi bomba bo'ldi hammasi. Ha, mashina ham bomba qilamiz keling. O'zi hammasi gartgan bo'lib ketdi. Bugun shalashurib bo'lar. O mol qancha aytdingiz bundan oldingina? 21 million aytdim. Siz necha pul dedingiz? 24 million. Ana 3 million ekanmi? Hatto siz ham qila olmaysiz yurishni. Bo'ldi. Necha oyligingiz? 5 oy, 4,5 oyga olsin. Buchi? Buni точно 4 oyga olsin. Ha. Sutini qasini ko'p, moni ko'p. Xo'p, ikkovi teng deydi. Teng deylik, moniki ko'p. Endi qarang, puli nima uchun 1 million farq qilyapti? Pulimi? Endi shveti bu. Ha, endi shved bo'lsa hamma yo'q bir yo'lisi 21 dan. Ikkovi ham mana. 21 dan 42 millionga telefon qilganniki bo'lmasa. Mana. Baraka. Bor baraka, olib kir bobo. Men yuraveraman, ha, nima desa, xo'p. Bo'ldi gap yo'q. Ashi gap ekanda. Mana. Ko'rdinglar, 21 millionda qoldi, Yashir aka. 21 millionda qoldik. Unisini ham, bunisi ham 42 millionga sizlarni uylargacha olib borib beradi. Aybi chich ariqligi mollardi. Boshqa hech kim. Aragan emas, bo'ylarini qarang. Bo'yi вообще-yu. Mun qarang, mana uni ham suti ko'p mana shu molda. Buni ham suti ko'p. Biroq qarab. Xudo xolasa. Archil aka, endi mana ko'rdingiz, qorong'i ham tushib qoladi. Mana shu yerda videoni tugatsak ham bo'laveradi. Ha, shu gap. Sraz aloqaga chiqmasanglar bo'lmaydi. Obunachi ulgib olinglar faqat. Bomba telefon qilganniki, kechasi bo'lsa ham tijorat bo'lishi yo'q, telefon qilib oladi. Ana bo'lmasa. Bizda 24 ga yetdi. Ulgmaganlar ertaga kutadi videoni. Kutinglar, ertaga ham video qo'yamiz. Har kuni video qo'yilyapti. Shu gap. Kiygan bilan ko'yishimni qila olmaydi yurishim. Qancha qo'ydi zanoni boshida ayni? 12 million. 200 ham bor. 200 ham bor. Dastavkasi ichida shunda ham. Joninglar sog' bo'lsin.